Assalomu alaykum, savdo obunachilar. Xudo xolasa sizlar uchun mana Rustam Mebel har doimgidek faoliyatini boshladik. Anchadan beri Ulug'bek aka bilan ishlaganimiz yo'q, mana yana ham faoliyatimizni olib boryapmiz. Sizlardan bittadan like kutib qolamiz va kommentga chiroyli komment yozing. Bittadan sovg'a ham bor albatta. Kimdir komment ko'p like yozsa, bittadan sovg'a ham bor albatta. Faqat sizlardan iltimos bittadan like urib, komment portlatamiz xudo xolasa. Ulug'bek aka yangiliklarimizni tanishtirib o'tdik-da. Mana misol bizda narxlar o'zgargan yo'q aka. Aha. Xudo xolasa mana ko'ringchi aka. Kuzgi sezon, kuzgi aksiyalarimiz bor. Ha, bizda bilasiz aka, bozorda eng yaxshilarini sotamiz va sifati a'lo darajada. Puli esa qimmatbas, chiroyli. Xohlovchilar uchun bozor narxida mebellarimiz bor aka. Xohlasa mana bizda premium standarti start tariflarimiz borda, xuddi o'shanda hammasidan bor. Xohlasa 2,5 million Hamma ham bor. Qaranglar. Obunachilarimiz 2,5 million ugologimiz ham bor, 15 million ugologimiz ham bor. Sizlar hammasini qimmat deb yozmasdan oldin sifatini bilinglar, o'shanga qarab, mana Ulug'bek aka sir bo'lmasa mana 1 yildan beri ishlaganimiz yo'q, lekin ishlamagan mobaynida ham kerak bo'lsa siz ugolog olib ketdingiz mendan. To'g'rimi aka, noto'g'rimi? Mana o'sha Ulug'bek aka kerak bo'lsa yaxshilik uchun o'zingiz olib ketdingiz, bo'lmasa boshqa joydan olishingiz ham mumkin, to'g'rimi? Xudo xolasa o'shaning uchun chiroyli qilib obunachilar uchun ugologlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Tanishtiring mana shuni. Mana high-tech variantda materialni ko'ring, mana qimmat, teddy materiallardan Ulug'bek aka. Tumbasini ham ko'ring. Shunday oldiga qo'ysa, spalniy foydalansa ham bo'ladi. Ulug'bek aka. Razmeri 3.40 ga 2.40. Mana qo'lib olishlarni ko'ring, mana. Chiqadi. Telefon bu narsa qo'ygan. Spalniy foydalansa ham bo'ladi Ulug'bek aka. Mana. Ko'ring. Orqaga turib, bo'ldi. Hammasini spalniy qilib foydalansa ham bo'ladi. Bu yangi ishlarimiz. Xo'p, razmeri, puli, ichi, materiali. Xo'sh. Ichlari garantiyal 100% sasnadan, shu Pampers prujindan nima qo'yiladi aka? Karsa rezinalar, parolollar ham 22 flotli, 28 flotli parolollar qo'yiladi aka. Buni pulini aytishdan oldin Ulug'bek aka keyin mana buni obzorni qilib berakda. Ha, buni pulini ham aytamiz-a? Aytamiz. Qarang, mana materiallarni ko'ring, qimmat teddy material, tellatmaydigan. Mana kombinatsiya qilingan Ulug'bek aka. Razmeri 3.50 ga 2.10 lik 7 ta yostig'i bor. Xo'p. Materiallarni ko'ring, mana qirg'alarni chester qilib kombinatsiya qilingan Ulug'bek aka. 3 ta pufigi bor. 3 ta pufigi. Hammasini Ulug'bek aka mana klientlar bilan kelishib, xon taxtasini отдельный aytak, nimasini ugologimiz отдельный. Bo'lsa ugolog narxini ayting. Masalan deb gapiradigan bo'lsak, mana shuni o'zini biz 6,5 million so'mga xon taxtasini beradigan bo'lsak, klientlarga qimmat bo'ladi. O'shaning uchun mana qarang, ugologimizning o'zining narxi pufigi bilan 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Bunimizni 850 ming so'm. Bu alohida. Endi arzon chiqaradida. Xo'p, 4,5 million so'm. Ishlardan aka bexijolat. Agar kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaramiz. Endi mana buni narxi endi. Buni narxi aka, xo'sh, 8 million so'm qilib beramiz. Aka, 8 million so'm. Xohlovchilar uchun bunimizda arzonlari ham bor. Uni ham qilib beraveramiz Ulug'bek aka. Demak, bunimiz 8 million so'mmi? 8 million so'm. Mana bu zangorimiz bunimiz 4,5 million so'm. 4,5 million. 4,5 million so'm. Xon taxta alohida. Xon taxtasi отдельный. Tushunarli. Mana bu shoxonamizni ko'ring. Mana shoxonamiz ham turlari bor, hammasini ko'rsatib o'tamiz Ulug'bek aka. To'g'risi mana shoxonamizda Ulug'bek aka. Xo'sh, 13,5 million so'm. Mana shu. Bu stol komplekti endi. Bu komplekt. 4 ta pufik. 4 ta pufik. Endi buni pufiga qarang. 4 ta pufigi bor. Razmeri 2.60 ga 3.60. Xon taxtasining razmeri 2 metrga 90. Ko'ring, ichlari ham 3 qatorli smala gullari bilan. Sifati ham o'ta a'lo darajada, xudo xolasa. Uyalmaydigan. Qayerga borsa mana shu ish ham chiqib ketadi. Jizzaxga chiqib ketadi Ulug'bek aka. Xo'p. Buni puliga keladigan bo'lsak, aka puli 13,5 million so'm. Ichlari 100% sasnadan, parololari 22 flotli parolol. Ko'ring, bitta mazza ishlatadi. Klientlarimiz uchun 13 millionga qilib beramiz. 13 million. Bu klientga beradigan narximiz. Videoni oxirida ko'ringlar. Xolasa sizlarga chiroyli bitta bonusimiz bor, o'shasini ham aytib o'tamiz. Tushunarli. Xolasa. Ko'ring, Ulug'bek. Shuni to'qib. Ugologimiz, bunimiz divan kreslo. Divan kreslo, qarang. Ikkita kreslo, bitta divani. Shohona. Shohona. Bu sanam modelimizda divan kreslosi. Bu ugologi. Buning narxi Ulug'bek aka qarang. Xo'sh deganda mana shuni o'zining narxi 10 million so'm qilib beramiz. 10 million so'm. Akvarellari bor aka mana. Bu stol komplektami shu pul ichidami? Stol puli ichida. Bunisining narxi Ulug'bek aka mana
Beti bilan betida farqi bor xolos. Hop. Bunimizning narxi 10,5 million so'm. 10,5 million so'm. 10,5 million. Yo'q, uzr adashib 17 qilib beramiz. 11 million so'm sotaveradi. 10 million 700 ming. Ha. Buni 10,5 sotyapmiz. Buni 10 qilib beramiz. Buni 10 qilib beramiz. Ha, buni 11 million so'm, 17 qilib beramiz buni. 17 qilib beramiz. Faqat obunachilar uchun. Stoli komplektda. Ha, mana ko'ring, ichlarini ko'ring-da, tiniq holatda stollari ham aka uyalmaydigan 200 kilolik akalarni ham bemalol ko'taraveradi, yukni bemalol ko'taraveradi. O'sha buni aka mana kreslosida chetida farqi bor xolos. Hop. Dolosi ichlar 100% sazana, parolonlar ham 22 pilotli parolon. Original tozasidan xudo xolasa. Tushunarli. Endi mana har doimgidek buni arzoni ham bor, 8,5 millionligi ham bor. Ulug'bek aka, kerak bo'lsa bemalol zakaz qilishaveradi. zakaz qilishaveradi. Endi mana ugologimizni ko'ring. Mana bular yevropeyskiy stil endi mana. Mana bu bolishi buniki bas. Mana Aha. 5 ta yostig'i bo'ladi mana, 5 ta yostig'i, razmeri 340 ga 240, ikkita pufiga bor. Ugologimizning o'zining narxi Ulug'bek aka o'zimiz 8,5 million so'm sotyapmiz. Kanaldan chiqqanlar uchun 8 million so'm qilib beramiz. Hop. Ichlar 100% aslida, no'shkalari chinordan aka. Original toza. Ichini ayting, ichi karkas. Karkaslari aka garantiyali sasnadan. Gubka, plotnost, machalka, shularni aytib o'ting. Qarang. 22 pilotdan 28 pilotkada parolon ishlatiladi. Hop. Ichlari garantiyali aka. Aha. Bexijolat, 100% sasnadan. Aka mana shu narsa cho'kib qoldi, to'kib qoldi deb nimasi bemalol telefon qilishaveradi. Demak, bu bozor ishi emas. Yo, bozor ishi Pulini emas aka. Buni puli aka 8 million so'm. 8 million 8 so'm. million so'm. Mana ko'ring. Hammasi spalni Bu foydalanishim. stol komplektda Endi nimaga u yo'q, komplekt отдельный. alohida. Aha. Materiallari ham qimmat materiallardan aka, mana. Ko'ravering. O'zi. Hop. Bu demak, Hammasi- narxi logomuz bilan pufigi narxini aytdik, to'g'rimi? Ha, bu jurnalimizda razmeri katta 2 metrga, 1.90 ga 90ligi. Hop. Buni narxi Ulug'bek aka qarang. 1 million 800 ming so'm. Aha. Buni 1 million 600 minglik ham, 1 million 500 minglik ham bor-da bundan. Aha. Kattasini razmeri Kattaroq razmeri. Aha. Bu kelishiladi. Kelishiladi. Ugologimizning o'zining narxi 8 million so'm. Tushunarli. Hop, Mana. mana buni ayting. Bunimiz Panda 2 modelimiz. Ulug'bek aka. Mana ko'ring. Odam o'zini qo'liga moslab tayinlab olaveradi qo'llarini. Mana qanaqa razmerda kerak bo'lsa tanlab olaveradi mana. Qotqizib olaveradi ekan. Ko'raverasiz. Buni materiallarini ham ko'ring, qimmat. Buni pufiklari qayerda? Materiallar, pufiklari yo'q. Bunda bo'lmaydi. Pufsiz holati. Ana shuni ham aytib o'ting. Borda bor, Razmeri- yo'qda yo'q deng. Razmerini ko'ring keladigan bo'lsak, razmer 440 430 ga 230 bo'ladi. Xo'sh. Hozir bu razmer bo'yicha 210 qilib tayyorlab berganmiz. Hozir bunimiz Namanganga chiqib ketadi-da. Hop. Bolishlari ham bor. Sir bo'lmasa qancha baraka bo'ldi? Bu aka ugologimiz o'zini mana shu narxi aka 8,5 million so'm. 8,5 million 8,5 so'm. million Toza so'm. ish. Toza Ichlari javob. No'shkalari ham yong'oqdan javob. yong'oqdan, ichini ayting, karkasini ayting. Sasna aka. Sasna. Sasna. Javob. Terak, ishlar. baqa terak, unaqa narsa yo'q. Ha, bir qarash terak chiqib qolsa teginga berib yuboramiz aka. Bo'ldi, tushunarli. Biza muammosi spinkalari ham suriladi aka. Aha. Spinkalari ham suriladi aka. Bexijolat. Hammasi spalni foydalansa. Hammasi suriladi. Aha. Qancha dedik? 8 million? 8,5 million so'm qilib beramiz Ulug'bek aka. 8,5 million so'm demak narxi. Xo'p. Bu Istanbul 3 modelimiz. Aha. O'zi klientlarimiz birini bilishadi. Istanbul 2miz bor, Istanbul 1imiz bor. Hammasidan bor. Mana bu tomonda yangiliklarimiz ham bor. Bu Istanbul 3 ta eng oxiri bilgan bo'lsangiz, Moishi. O'sha 7 million 200 ming so'm mashinadan qo'yganmiz Ulug'bek aka. Aha. Endi buni narxi ko'tarildi. To'g'risi ko'tarmasak ham bo'lmadi, iloji hamma yoq oshdi. Dollar tushib ketgani hisobiga narxlar oshib ketdi. Materiallar oshdi. Materiallar haqiqatan oshib ketdi. Buni aka mana razmeri 360 ga 260. Hop. Buni to'g'risi Ulug'bek aka mana qarang, eng oxirgi narxini biz 8 million so'm sotyapmiz. 8 million so'm sotsak, mana shu obunachilar uchun 7,5 million so'm qilib beraman Ulug'bek aka. 7,5 million so'm. 7,5 Ugolok va 3 ta pufigmi? 3 ta pufigi bilan. Stoli kelishiladi alohida endi. Отдельный, ha. Stoli отдельный. Bo'ldi. Hammasini stoli отдельный. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol beraveramiz. Ichlari javob deysiz. 100% sasnadan. Sasna. Parolonlar ham 22 pilotli, 28 pilotli parolon ishlatiladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasiz. Bunimiz mana jinda qimmatroq. Lexus materialdan. Hop. Masalan, Fanta Cola to'kilsa ham shunday tashlanaveradi. O'ziga olmaydi. O'ziga olmaydi. Bexijolat, garantiyali ishlardan-da. Aha. Ko'ring, Ulug'bek aka. Bu oyoqlari ham Bunda ham 3 ta pufik. 3 ta pufik. Iris rangda. Bari bor ekan. Pulini eng oxiri 78 qilib beraman aka. 7 million 800. 7 million 800 ming. Ichlari sasna, oyoqlari ham javob. bexijolat. Javob aka ishga. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Stoli esa menimcha alohida, to'g'rimi? Stoli отдельный aka. Aha.
kelishiladi. Ulug'bek aka qarang. 230 ga 430. Bunimiz Panda modelimiz. Panda 2 haligi oqini seriyasi. So'mlisi. Hamma spinkasi orqasiga suriladi Ulug'bek aka mana. Hozir mana shuni suriladi orqasiga uголок bo'lgan. Yana kengaveradi. Spalni bo'ladi. Burchakdan tashqari spalni bo'ladi. Keyin buni 330 ga 330 qilib ishlatsa ham bo'ladi. 330 bu yerda minisni bu tomonga olib turib ishlatsa ham bo'laveradi. Keyin ichini ayting, karkasini ayting, materialni ayting. 100% sasnadan, hop, parollollari ham o'sha qimmat parolollardan, teddy materiallardan, qimmat materiallarda. O'z materiallar har doim bilasiz, birinchilardan bu materiallar o'zgartiruvchi odam bizmiz aka. Yangilik qilib chiqarib beramiz klientlarga. Pulini ayting, puli qiziq. Pulini 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Biz obunachilarga ham shunaqa narxmi? Endi telefon qilishaversin, xudo xolasa kelishib, nima qilib olamiz a? Endi buni Abu Dhabi ishimiz. Mana rosa klientlarimizga sotdik. Qaysi birini? Mana shuni. Mana shu Abu Dhabi mana shu ishimizda Ulug'bek aka qarang. Obunachilar uchun 280 ga 430 bo'ladi razmeri. Buni yuvib yana qaytadan ishlatsa ham bo'ladi Ulug'bek aka. Mana buni olinadi-da. O'ta yumshoq, mazza ish lekin. Ishlari ham mana zamovli olib, yana chiqib bo'ladi gubkasini. Ulug'bek aka mana shu ishni ma'qul kelsa klientlarimizga o'zi 9,5 million so'm mana shu jurnallik bilan sotyapmiz. Sizni obunachilaringiz uchun va bizning obunachilarimiz uchun mana shu bitta qolgan 8,5 millionga qilib beramiz. 8,5 million so'm. Stol alohida. Stol отдельный. Bo'ldi. Bo'ladimi aka? Bular pufiga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Pufiga bo'lmaydi buni. Bo'lmaydi. Buni barli sistemasi. Buni xohlovchilar uchun barini bu tomonga olib ishlatsa ham bo'ladi. Xohlasan bu chekkaga olib ishlatsa ham bo'ladi. Xohlagan joyga olib ishlataveradi buni. Tushunarli. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bunimiz komfortni, razmeri 4. Yostiqli model ekan. Yostiqli. Bolishlari ham 3 ta, nimasi ham, pufiga ham 3 ta. Ichlari karsaj aka. Mana uгологimizda o'zini ko'ring, razmerini. Keyin hamma spinkasi orqaga suriladi. Mana ko'ring. Hamma spinkasi suriladi, qo'l bolishlari bo'laveradi. Mana ko'ring. Hozir ham Toshkentga chiqardim buni. Hozir ham bittasini Toshkentga chiqardik Ulug'bek aka. Hop. Ichini ayting, materialni ayting. Ichlari 100% sasnadan, oyoqlari chinordan aka. Parollar shu har doimidek yaxshi parolon, nima materiallari mana ko'ring-da, tellatmaydigan yaxshi teddy qimmat materiallardan Ulug'bek aka. Buni narxi Ulug'bek aka qarang. Xon taxtasiz narxi xo'sh deganda 9,5 million so'm qilib beraman. 9,5 million so'm. Xon taxta, buni xon taxtamiz 750 ming so'mdan xon taxta. Xohlovchilar uchun uni 2 million. Noson xolasi yana bor. 2 millionlik xon taxtamiz ham bor. Shu razmerga tushadigan 3 millionlik xon taxtalarimiz ham bor. Xohlovchilar uchun. 3 ta pufigi bor, katta-katta, ikkita yostig'i bor, razmeri 440 ga 240. Bo'ldi. Bexujolatli ish. Endi Ulug'bek aka mana mono modelimizni ko'ring. O'zi mono modelimiz turetskiy fason. Noshkalari ham temirdan 240 ga 340. Hamma spinkasi orqaga suriladi Ulug'bek aka. Hop. Buniki ham mexanizmlar ishlayishida eng legendar temir noshkalar. Noshkasini o'zi ham 1 million so'm turadi-da buni. Demak bu komplektni o'zi mana shu. Komplektni o'zi mana shu. Ichi material, ichlari garantiyal, noshkalar qirg'oqlari chinordan, noshkalari temirdan, temir noshkasini o'zi 1 million so'm turadi-da, bu qimmat. Masalan 1 million olib kelsa, arzonlashaveradi-yu. Ichki karkasini ayting. Ichlari 100% sasnadan, karsajdan, javob eshitda, xullas aka, eng oxirgi narsalar ishlatilgan aka. Endi pulini ayting. Buni puli Ulug'bek aka bo'ladigan narxi 8,5 million so'm. 8,5 million. 8,5 million so'm, aytirish 8,5 million so'm. Yaxshi, yomon emas. Endi mana toza ishlari, xudo xolasa. Javob aka, materiallari ham yaxshi materiallarda. Mana ishimizni ko'ring mana. Вообще yaqindan olib ko'rsating-da Ulug'bek aka. Bo'ldi, materiallarni. Barqni. Bu uголокda odam o'tirsa Ulug'bek aka, turg'isi kelmayapti. Chola olar. Yangi modelimiz. Yostiqlari mana qo'shib beramiz Ulug'bek aka. Hop. Razmer 330 ga 230. Tepasi barli. Istanbul 3imizda sal minirog'i. Istanbul 3imiz bundan kattarog'i. Hop, mana yonlarini ham ko'rsatib qo'ying. Yonlarini ko'ring, yangi dizaynlar ishlamiz. Dizaynlar o'zgarishlar kiritilibdi. Qarang, mana polni tikilgan, mana. Hali chester qilinmaganda bular. Mana ko'ring, tepasi mexanizmlar. Xohlagan mana razmerda olinaveradi. Boshli spinkasi ham bu odam o'zini boshiga moslab olaveradi. Damda olib yotaveradi. Bolishlari bor. Ichini ayting, materialni sasnadan shu garantiyali. Yon sasna polni. Xudo xolasa. Qarang Ulug'bek aka.
Buni ugologimiz o'zini, Hop. masalan, Istanbuldan hech qancha farqi yo'q. Uni 7,5 million so'm bo'lsa, buni o'zi 7 million sotishimiz kerak. Mana shu obunachilar uchun 6,5 million so'mga. Xudo Yaxshi. xolasa. Demak, zo'r narx. 6,5 million so'mga ikkita pufik ikkita va pufik. ugolok. Ugolog. Stol alohida. Stol отдельно. Mana shu stol zo'r tushibdi. Necha pul ekan mana shu Bu stol? stolimiz aka, o'sha 1 million 300 ming so'mdan stol. 1 million 300 ming so'm. Qolgan plus minus kelishiladi. Aha, mana. Xoh, hamma mexanizmi ishlaydi. Yaxshi, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi Ulug'bek aka mana panda birimizni ko'ring. Mana. Bonus yotaveradi bu ham. Buni ham tepalar ishlaydi. Mana. Xo'p. Buni ham bo'l spinkalar orqa suriladi, mexanizmlar. Ikkita pufigi bor. Bu shuni hozir nimasi aka? Spinkalar suriladigan, burchagi ham suriladi. Shu material ham уже boshqa bunda. Teddy materiallardan. Xullas Ulug'bek aka buni aka qarang. 8,5 million so'm o'zi, 7,5 millionga qilib beryapman Ulug'bek aka. 7,5 million mana shu komplekt stoldan tashqari, ikkita pufigi bilan. To'g'rimi? O'sha aytganingizdek ichida sasna, javob nima deydi? Gubkalari hamma yo'g'i bexijolat, garantiya beriladi. Garantiyali beriladi aka. 7,5 million so'm xudo xolasa. 7,5 million so'm. Narx, uyalmaydigan narx Ulug'bek aka. Bo'ldi. Endi mana divan kreslo emas Ulug'bek aka. Mana ikkita kreslo, bitta divan. Rasa moda hozir buni Tojikiston do'konlariga ham beryapmiz-da, ha. Rasa beryapmiz aka do'konlarga. Hop. Odam o'zi o'tirsa turg'isi kelmayapti. Ulug'bek aka buni qarang. Necha pul qilib berar ekan endi o'zimiz. Arzon qilib beravering. O'zimiz buni 7 million 800 ming so'mdan sotyapmiz. Mana shu obunachilar uchun 6 million 800 ming so'mdan qilib bersak. Bo'ldi. 6 million 800 ming so'm. 800 ming so'm. Ichlari o'sha aytganimizdek sasna. Garantiyali aka, bexijolat. Ikkita Oyoqlari ham chinordan, sasnadan ishlatiladi. Bo'ldi. Bexijolatli aka. Buni ana yana 6,5 million so'mdan qilib beraman Ulug'bek aka. 6,5 million so'm demak, o'sha beradigan narximiz. O'zimiz bu yerda 7 million 800 ming so'm sotamiz Ulug'bek. Endi yana ham bitta narsa, savdo o'zida ko'rib keladi bizga. Hop. Keladigan klientlar shunday kelib savdo o'zida ko'rib keldim desa, biz narxlarni to'g'risi arzonroq aytamiz. Sababi internetga biz arzon qo'yamiz-da, lekin bu yerda qimmat sotamiz. Bu yerga kelib turib obunachilarimizni yanada o'tib bering. Internetdan qimmat aytyapsan deb hali bizni so'kib ketmasdan oldin men savdo o'zida ko'rib kelyapman desa, bo'ldi. Tushunarli. Behuja. Sababi keladigan ko'pchilik buni qancha desa, masalan, buni 8 million desak, savdo o'zida boshqa narx edi. Bunchini boshqa narxi deb nima bo'ladi? Endi mana bunisini ko'ring aka. Shuni pandalarimizda divan kreslosi. Mana. Xo'lasa, bu ham zo'r lekin Ulug'bek aka. Vashi zo'r narsa. Yani divan kreslo. Divan kreslo. Buni Ulug'bek aka, xo'sh. Buni ham 6,5 million qilib beraman Ulug'bek aka. 6,5 million. 6,5 million. Ichlari o'sha javob. Shu javob. Qarang. Materiallarni ko'ringlar, qimmat materiallardan Ulug'bek aka. Xo'lasa 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Mana ikkita kreslo, bitta divani 6,5 million so'm Ulug'bek aka. Bu tushunarli. Vashi zo'r. Mana uyda oyoqlarini bemalol tagini, polini, changini artaverar ekan, pilosos ham kiraverar ekan. O'zi omon noshkalar, Ulug'bek aka hozir Turkiya noshkalarda o'zi buni yangisi deyman. Nimasi? Turkiyada $1,800 buni aka. Endi o'zimiz ustalar yasayapti. O'zimiz sexda yashayapti. Shuni davom etaveramiz. Endi buni ko'ring mana. Divan kreslo haqiqiy endi. Sizga adashmasam shundan berdim. Ulug'bek aka o'zingiz olib ketdingiz. Ulug'bek aka, xo'sh, buni necha pul qilib berar ekan endi? Arzon qilib beravering. Arzon qilib beray. O'zi bu ham 8,5 millionlik ish. Mexanizmlar. Xo'sh, ichlar 100% sasnadan, noshkalari ham sasnadan. Garantiyali ishimiz. Ulug'bek aka buni ana endi klientlarimizga 7 million so'm qilaylikmi? Mayli. Xudo xolasa 7 million so'mga zo'r. Buni ko'ring. 7 million so'mga bolishlari komplektdami? Ular ham suriladi. Bu demak ochiladi, divan kengayadi. Spanli bo'ladi. Spanli bo'ladi. Aqqa tashlab hozir buni to'sib turibdi, spanli bo'lib foydalansangiz bo'ladi. Ishlari bexijolat, garantiyalar beriladi. Garantiyali aka. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yangiliklar endi ko'p. Yangiliklar ko'p. Agar xohlovchilar uchun bizga arzon kerak bo'lsa desa, arzonni ham beramiz. Ulug'bek aka. Keyin yana ichkarida ham bor, zakazlarimizni uni ham klientlarga ko'rsataylik-da Ulug'bek aka. Hurmatli obunachilar. Keyin penallarni bitta ko'rsatamiz Ulug'bek aka. Kimga mebel bo'yicha, kimga kerak bo'lsa, Rustamjonga murojaat qilaversa, nomerlarni qo'yib qo'yinglar. Bu yerda faqat nima emas, mehku golog emas, jamiki mana stol, stullar, pinallar, yotoq
spalni garniturlar, xullas mebelga taalluqli hammasidan bor. Mana bular ham mana kirchimolgina. Ha, bu Bugatti emas, Ulug'bek aka. Hop. Razmeri 340 ga 240. Aha. Bugatti'ni o'zi biladi, obunachilarimiz. Hop. Ki bemalol ko'raveradi. U spingalar arka suriladi hammasi. Mana divanga o'xshab, aha. Aha. Noshkalar polniy yong'oqdan gul taxtalari. Hammasi yong'oqdanda. Yong'oq. Yong'oqdan ichlari karsaj, parolonlar ham 32 pilotli parolon, ikkita katta pufigi. Mana shuni o'zini kursi o'zi zakasiga qilib bersak 11 million so'm bo'ladi. Klientlarga 10 million so'm qilib beraman. Materialini keladigan bo'lsa qimmat materiallardan. Pasti materialni o'ziga pasti 200 dollar pul ketadi-da buni. Materialni o'zi qimmat materialdan. Buni ash turishini 10 million so'm qilib beraman Ulug'bek. 10 million so'm. Xohlovchilar uchun tumbasi yo'q holat bo'lsa arzonroq bo'laveradi. Kimga kerak bo'lsa, bu ishimiz mana o'sh Samarqandga chiqib ketyapti, razmerini ko'ring. 330 ga 430. 4 ta pufik. 4 ta pufik. Hali ishimizdan-da. Buni klientlarga xudo xolasa arzonroq qilib, razmer bo'yicha deganim, razmer bo'yicha ham qilib beraveramiz. Kichikroq qilib. Ha. Buni o'zi mana shu turishni hozir o'sh 13 million so'mga berdik. Klientlarga arzonroq qilib beraveramiz. Kichikroq razmerlarni narxi tushaveradi yana. Aha. Mana buni ko'ring, Ulug'bek aka mana. Kresloli varianti. Bu komplektmi bular? Ulug'bek aka. Mana shu hozir komplektimiz Ulug'bek aka xo'sh. 7,5 million so'mdan sotilyapti. Obunachilar uchun 7 million 300 ming so'mdan qilib beraman. Nimalari ham chinordan, yong'oqdan bo'ladi. Ichlari sasnadan, o'zgul taxtalarini ko'ringlar. Polni original xudo xolasa toza ishlardan. Qancha qilib beryapmiz? Buni 7 million 300 ming so'm qilib beramiz. 7 million 300 ming so'm. Hammasini dastavkasi kelishiladi. U alohida. Ha, dastavkasi отдельный. Tushunarli. Endi Ulug'bek aka kimga shunaqa standartlar ish kerak bo'lsa, nostandart qarang. Razmeri 390 ga 240 dan razmeri. Mana shuni o'ziga tushadigan bo'lsa, buni kapot mana. Chekkasi kapot. Sandig'i bor. Sandig'i bor. Spalni bo'lib chiqadi. Bitta. Bo'ldi, tushunarli. Spalni bo'ladi. Mana buni ikkalasini ham qo'ysak, yana kattaroq spalni bo'ladi. Mana shu turishni Ulug'bek aka kimga kerak bo'lsa agar, xo'sh. O'zi mana shu turishini 11 million so'mlik ish, obunachilar uchun 8 millionga qilib beraman. 8 million. 8 millionga. Mana shu komplekt. Mana shu komplekt 8 million qilib beraman Ulug'bek aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar. Kerak bo'lsa, uni xohlagan razmerga qo'yib ishlataveradi. Ammo bash original zo'r ishdan. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, Mehku galog bo'yicha Rustamjon mebelga murojaat qilasizlar. Keling, mana shu videomizga finalni ham qo'shib ketaylik. Bo'laveradi. Finallarimiz ham bor edi. Bo'laveradi. Obunachilarimizga yangilik bo'ladi. Qaysidan davom etib ketaveramiz? Mana shundanmi? Mana shundan komplekt ekan. Hop. Penallarimiz. Mana penalni ko'ring. Shohona. Xo'sh, Ulug'bek aka, oynanglarni ko'ring, mana rumbi oynak. Hozir eng trendda bo'lib turgan ishlar. Ulug'bek aka, birlik polkalari ham ko'ravering. Xudo xolasa o'ta idealni, o'ta original, xudo xolasa zo'r ishlar bo'lyapti Ulug'bek aka. Buni narxi ham xudo xolasa arzon narxda ko'ring mana. Stullarni ko'ring, simala gullarni ko'ring va bo'rtib chiqishlarini ko'ring-da Ulug'bek aka. Bular qoshlarigacha. Qoshlari. Xudo xolasa shoh taraflari. Buni lolasini ko'ring-da Ulug'bek aka. Quymadan, hali jo'la oddiydan bas, haqiqiy magazlar qimmat 1200 dollarlik o'shalarni pasti birga bir chiqqan ishlar. Buni narxini o'sha 7 million so'm qilib beryapmiz. 7 million so'm. Buni balandligini o'zi ham 1.10 da. Haqiqiy shiroki. Masalan, telefonda nima ko'rinishi mumkin, tabiiy ko'radigan bo'lsa, o'ta shiroki katta ish. Tushunarli. Ochilib ekilishlarini ham ko'raveringda, keyin nimalari ham ichlari ham chuqur buni, bamani. Ko'ring, simala gullari bilan mana hammasi ochiladi. Ochilib ekilishlari o'ta yengil. Polkalari bor. Xudo xolasa mana shu turishini 7 million qilib beryapsiz Ulug'bek aka. 7 million. Ozmozi bo'lsa telefondami? Kelishtirib beramiz. Endi buni arzoni bor, mana bu tomonida arzoni bor. Uni ham hozir ko'rsatib. Mana bunimizni ro'parada. Hop. Bunimizni 6,5 million so'm qilib beryapsiz Ulug'bek aka. Mana. Misol suraymi? Bu ham yomon emas. Mana buni narik bilan bu chekkasida farqi bor. Pasti buniki tortmasi bor-da, uningda tortmasi yo'q. Ustun bo'lsa mana buniki to'rtburchak. Shu o'rtalari bir. Fasoni.
bir ikkita yerda farqi bor xolos narigi bilan. Lekin bu arzonroq 6,5 million so'm. 1 million farq qilyaptimi shunaqami? 500 ming Ha, 500 ming farq 500 ming qilyapti. so'm. O'ta katta lekin, o'ta gigant katta, ko'ryapsizmi? 6,5 ga 7 million narigisi. Shu 63 yillik joylarga cho'radi bemalol ulug' aka. 6,5 millionmi? 6,5 million. Kami netigi telefonda. Kami ketdi telefonda xudo xolasa. Tushunarli. Mana shu bitta troykamizni ko'rsatib o'tdik. Qaysi biri? Uni troykamiz. Aha. Hop, Hop. chiqib ketaveramiz. Bu troykamiz 3 metr joyga cho'radi ulug'bek aka. Aha. Navoda joyi kichkinalar bo'lgani uchun mana yangicha variantda ishlarimiz ulug'bek aka. Qirg'oqlar ham avvalni qilingan. Sifatlar Krashini MDFdan hozir hammasini ko'rsatgan Krashini MDFdan. Oddiy MDFdan emasda. Bu Krashini MDF degan goliga sepib nima qilinadi aka. Bu Krashini bo'lgandan sal qimmatroq chiqadi. Hop. Ko'ring mana. Bu birli polkalari bor. Oynalari ham rumbi qilingan. Dizayn fasonli ekan oynasi. Ishlarni ko'ravering. Mana. Hop, hammaga ham narxida endi Rustamjon. Xudo Narxini ayting chiqani. Ha, buni 7,5 million so'm ulug'bek aka. 7 million qilib beramiz. Aha. Ko'ravering. Krashni MDFdan sifatlarni, noshqalarini ham ko'ravering. Bitta tana holatda. Bo'ldi. O'sha telefon bo'lib qolganiga sal uzilish bo'lib qoldi. Hop, 7 million so'm beryapmiz biz obunachilarga. Yo'llari ham katta banan ulug'bek aka, xudo xolasa. Uylarga zo'r tushadi. 3 metrli uylarga tushaveradi bemalol. Agar mabodo nima bo'lsa. Endi qarang, rosa ko'p xudo xolasa vibrlarimiz ulug'bek aka. Ha, ko'ring aka, o'ta go'zal. Xudo xolasa ishni ko'ring. Hop. Hali fatollarni olingan ham yo'q hali buni. Salafana. Ha, tana holatda. Qirg'oqlarni ko'ring, mana avval hammasini ko'ring aka, mana avval qilingan. Avval qilingan. eshiklari. Eshiklarni ko'ring. Gazli, davchik mexanizmi o'z tortilgan simalo gullari bilan ruchkalarni ham ko'ravering. Birlik. Necha razmerga tushadi? Bu 40 joylarga bemalol cho'radi ulug'bek aka. Bo'ldi, pulini ayting endi Rustamjon. Puli qiziq. Ulug'bek aka puli 8,5 million so'm. Hop. 8,5 million so'm. Endi ozmaz o'tib beramiz. Telefon qilsa klientlarimiz sifatini, lakini ko'raveradi. O'ta Qolgani batafsil telefondami? Telefonda xudo xolasa. Telegramda rasm so'rasa, rasmlarni tashlab bering. Sirraza tashlaymiz rasmini. Bo'ldi. Shu agar qo'yish imkoni bo'lsa gruppamizdan qo'yib ketiladi. Aha. Nimaga? Lekin xudo xolasa hammasi zo'r. Mana bu tomonda ham bor, ko'rsatamiz. Shu. Mana bunimiz ham hozir mana Qo'qonga, o'zimiz Qo'qonga qilib berdik. Mana o'ta zo'r ketayotgan. O'zi baraka bo'ldimi? Baraka, ha. Past ramkalarni ham qatirganmiz, hozir syomkaga qo'yib turibmiz. Mana 40 joylarga cho'radi. Hop. Va ham aytdi, o'zi fatollari bor-da. Zakazga hozir buni nima qilingan? Faton qo'ymaganmiz. Ikkita kamotni ikkita penali o'rtada kamotda ulug'bek aka. Hop. Puli. Puli yengilroqmi? Ha, puli yengilroq. Buniki 6 million 600 ming so'mga to'g'ri kelaveradi. 6 million 600 ming. Sifatini ham ko'rsatib o'tamiz, yaqinroqdan o'ta taniq holatda sifati ham. Davchik mexanizm. Pastlarida tortmalari bor, nushqalarini ham ko'ravering, lolasini ham ko'ravering. O'ta chiroyli xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Menga mana shu qorasi, qanday qora deydimi? Ko'ravering. Baloto'ymikan bu rang? Mana kombinatsiya qilingan ekan. Kombinatsiya qilingan ishlarimiz ulug'bek aka. Buni ham narxini aytdi 8,5 million so'm. Sabin ro'paradan Xuddi o'sha hozirgi troykamizda penal kamoto. Hop. Betlari ham arka, eshiklari ham arka, polkasi bor. Avvalni eshiklari. Aha, o'z tortilgan davchik mexanizmlardan. Krashini MDFdan. Lolalarning ko'ryapsiz, quyma. Mana shunimiz narxi 8,5 million so'm ulug'bek aka. 8,5 million. Kami bor dedim. Kelishib beramiz, telefon qilsa. Bu tomonda troykamizni ko'ravering-da. Aha. O'ta hashamdor. Xohlasa, buni narxi buni o'zi Samarqandga sotdik ham. Samarqandga chiqib ketyapti. Buni 8,5 ga sotdik. Klientlarimiz uchun 8 million 200 ming so'mga qilib beramiz. Tushunarli. 8 million 200 ming so'mga qilib beraveradi. Beho'jalat. Endi yana tom bor ulug'bek aka. Faollar dema. Buni shampanni ko'rsatak. Buni? Ha, arzoni bor. Arzonni ko'rsatib qo'ysak, farqi nimadaligini klientlar ham biladi. Mana bu tomonda shampan ham bor ulug'bek aka. Tanishtiravering. Mana. Mana shumi? Aha, hozirgi ishimizda shampan sveti, stullari shampan holati. Buni hamma yo'g'i jemshik oqi ham bor aka. Laklari ham o'ta tiniq holatida, shu quyma nimadan, ramkadan, ikkala chekkada penal, o'rtada kamotdi. Buni narxi 8,5 million so'm. Shahar doimgidek Telegramga tashlab nima qilaveramiz. Endi yana arzonni ko'rsataylik ulug'bek aka.
Mana uji Samarqandga chiqib ketyapti. Ikki kampilik yuklanyapti. Stol, Samarqandga. stul, ha. Stol hamma ishimiz chiqib ketyapti. Ulug'bek aka mana meni ko'ring. Stulni olib turing. Bunimizda 6 million qilib beryapmiz Ulug'bek aka. Mana Aha. ustullar ham zavodskiy ustunlardan. Mana smala gullari bilan, yo'l bachoqlari ham 45 sentlik. Mana o'rtalari ham mana o'ta tiniq holatda tekis. Bu ishimizni 6 million qilib beryapmiz Ulug'bek aka. Bu 6 million so'm. 6 million so'm. Mana birlik polkalari ham. Tushunarli. Shu Ulug'bek aka bizga kim bog'lansa, dog'lasa, qayda bo'lsa ham dastavka qilamiz. Stul mana stullarimiz bor. Ulug'bek aka mana smallali stul. Mana bu tomonda ko'bralarimiz bor mana. Mягкиlar. Munikalarni ko'ring, o'ta tiniq holatda. Bu ham mana Tojikistonga chiqib ketyapti mana shular ham. Tojikiston arqalarini ham ko'ring, 100% yong'oqdan stullar ham dog'lasa. Jamiki mebel bo'yicha nomeringizni qoldiraman. Hammasini bo'yicha. Batafsil ma'lumotni Telegram va WhatsAppda. Bering. Mana Istanbul 2 lamiz. Video rasm so'rasa tashlab bering. Tashlab beramiz. Narxlarni xudo xolasa chiroyli qilib biz Chiroyli obunachilarga qilib o'tib bering. Demak, jamiki mebel bo'lsa o'ziga murojaat qilishaveradi. Mягкиlar. Mana Ulug'bek aka razmeri katta Istanbul 2. Kattasidan, aha. Hali Istanbul 2lar ham yo'q bo'lib ketgan yo'q hali bor. Mana bu Shohonalar mana. ha mana buni ham ko'ring-da, Ulug'bek aka. Endi yana hali bu videolarni davom etkazamiz. Xudo xolasa haftaning oxiriga yoki keyingi haftaga video qilamiz, katta video qilamiz. Xudo xolasa obunachilarimiz obuna bo'lib qo'ysa, chiroyli qilib hammasini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mana turetskilarimiz bor. Mana Ulug'bek aka buni ko'rsating bitta klientlarga. Bular ketyaptimi? Ha, bu hozir Navoiyga chiqib ketadi. Ulug'bek aka mashinada ezib yuborsak ham hech bola bo'lmaydi aka. Orqalarini ko'ring, orqa oyoqlariga nima? Abezlar hech bola bo'lmaydi xudo xolasa. Xo'p, Rustamjon endi ayting, qanaqa mebellar o'zingizni qo'lingizdan? Bizda chiqib aka ketadi. hammasi qo'limizdan chiqib ketadi xudo xolasa. Behujalat aloqa chiqaveradi Ulug'bek aka. Endi yana nima qilamiz dedik-ku, bonus qilamiz dedik. Hop, Bonusni aytib o'tdik. Mana kimni kommenti Ulug'bek aka hop. kimni komment ko'p laykni yig'ib, chiroyli komment yozgan insonga sovg'amiz bor dedik-ku. O'sha insonni komment ko'p layk. O'zingiz tanlaysiz. Ha, layk yig'sa-ki, masalan layk shuni layk bo'ladi, komment yozadi, o'shani Hop. laykni ko'p yig'sa, Demak, kommentda chiroyli komment tagidagi layki ko'p bo'lsa, Ha. shunga sovg'a bor demoqchimisiz? Ha, mana Nima shu sovg'a narsa ayting? 500 ming so'm misol. Aha. Tumbaga klientlarim rozi bo'lsa, mana ketdi. Bo'laverami? Tushunarli. Demak, jamiki mebel bo'yicha o'ziga murojaat qilsa, nomerlar ekranda bo'ladi. Dastavkalari kelishgan holda bo'ladi. Mana bu mashinalardan chiqarib yuboriladimi? Ha, mana aka. Kamazlardan, Kamazdan Isuzulardan. chiqariladi. Labollarimiz bor chiqib ketaveradi, xudo xolasa. Demak, hammasi kelishiladi. Kelishiladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, mebel bo'yicha Rustamjon akamizga murojaat qilsa, nomerlar ekranda.